Yangi MacBook olmoqchisiz, to'g'rimi? Siz do'konlarga kirasiz yoki saytlarga kirasiz. Hamma narsa chiroyli va yaltiragan ko'rinadi. Sotuvchilar esa sizga eng qimmatini sotishga harakat qilishadi. Lekin MacBook sotib olayotganda biroz o'ylab ko'ring, chunki bu 3-4 yillik investitsiyadir. Ko'pchilik shuni hisobiga o'z pulini havoga uchiradi va albatta bundan keyin pushaymon ham bo'lishi mumkin. Keling, MacBook tanlayotganda eng ommabop bo'lgan 7 ta xatoni ko'rib chiqamiz. 80% insonlar oxirgi xatoni albatta qilishgan. Birinchisi va eng og'riqlisi bu 8 GB RAMdir, ya'ni operativniy pamyat. Apple o'z 8 GB ni xuddi 16 GB dek ishlaydi deb ta'kidlaydi, lekin bu unday emas va Apple'ga ishonmasangiz ham bo'ladi. Agar siz kino ko'rib, faqatgina dars qiladigan bo'lsangiz, 8 GB yetishi mumkin. Lekin siz brauzerda 15 ta vkladka ochib, Telegramda o'tirib va albatta yana qo'shimcha dasturni ochadigan bo'lsangiz, 8 GB sizga yetmaydi. Buning uchun eng kamida 2026-yilda 16 GB operativ xotirani biz sizga maslahat beramiz. Ikkinchisi bu xotiradan tejamlash, ya'ni siz 256 GB menga yetishi mumkin, yetmasa men iCloud sotib olaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, bu katta xatodir. Chunki hozirgi vaqtda sistemli programmalar juda katta joyni oladi va 256 GB ga 3-4 ta programma va albatta 2-3 ta video montaj qiladigan bo'lsangiz, joyingiz qolmay qoladi. Shuning uchun biz sizga maslahat beradigan bo'lsak, eng kamida 512 GB lik xotirani sotib oling. Uchinchi xato esa ko'pchilikda uchrab turadigan bu status uchundir. Ya'ni siz men eng yaxshisi va eng zo'rini tutaman deb MacBook Pro sotib olishingiz mumkin. Agar siz 3D grafika va 4K videolarni montaji bilan shug'ullanmasangiz, sizga MacBook Pro umuman kerak emas. Hozirgi vaqtda MacBook Air modellarimiz 95% gacha sizning odatiy talablaringizni bemalol yopadi. To'rtinchi xato bu cooler masalasi. MacBook Airlarda umuman ventilyator yo'q. Siz uzoq vaqt ishlatadigan bo'lsangiz, MacBook Air faqatgina qizishi mumkin va o'zidan ovoz chiqaradi. Agar siz rendering va albatta montaj videolari bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga albatta ventilyatorli, ya'ni coolerli MacBook Pro modelini tavsiya qilamiz. Beshinchi xato bu arzoniga uchib Intel protsessorlik MacBooklarni sotib olish. Narxi arzon ekan, olma-ku deb sotib olmang. Apple allaqachon Intel protsessorlardan voz kechgan. Ular tez qiziydi, tez o'ladi va albatta juda ham sekin ishlaydi. Shuning uchun eng kamida M1, M2 yoki M3 protsessorli MacBooklarni sotib olishingizni maslahat beramiz. Oltinchisi bu ekran o'lchami. Eng zo'ri kattasi bo'ladi deb 16 dyuymli MacBook sotib olasiz va undan keyin siz qayergadir boradigan bo'lsangiz, uni albatta uyda qoldirishingizga to'g'ri keladi, chunki u juda ham og'irdir. Yoki aksincha, siz kod terish ishida ishlaysiz va o'zingizga MacBook Air 13 dyuymligini sotib oldingiz. Bu MacBookda sizning ko'zingiz charchab ketadi. Siz uchun eng ideal format kerak bo'ladigan bo'lsa, agar o'zingiz bilan olib yurmoqchi bo'lsangiz, 13 va 14 dyuymlisini sotib oling. Agar uyda ishlatmoqchi bo'lsangiz, 15 va 16 dyuymli MacBookni sizga tavsiya qilamiz. 7-chi va eng asosiy xato bu hozirgi kun bilan MacBookni sotib olish. Agar siz hozirgi vaqtda Word bilan Excel ishlatayotgan bo'lsangiz va siz hozirgi kunga MacBook oladigan bo'lsangiz, bu MacBook Air bo'ladi. Lekin siz yarim yildan keyin yoki 1 yildan keyin qandaydir dizayn bilan shug'ullanishni boshlasangiz, MacBookingiz sekin ishlashni boshlaydi. Shuning uchun har doim MacBook sotib olayotganda kamida 2 yoki 3 yilni mo'ljallab sotib oling. Shunda siz hech qachon o'z pulingizga umuman kuymaysiz. Xullas, o'z pulingizni aqlli sarflang. Hozirgi vaqtda qanday MacBook ishlatyapsiz va qanday MacBook sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Biz sizga hamma ma'lumotni berishga harakat qilamiz. MacBro'da ko'rishguncha xayr.